barcha professor ustozlar, aziz talabalar, qadrli mehmonlar, bugungi bayramimiz qahramonlari. Bugun yoshlarning orzu intilishlari, izlanishlari va ijodiga bag'ishlangan kun. Ya'ni 17 noyabr Xalqaro talabalar kuni bilan barchangizni muborakbod etamiz. Bayramingiz muborak bo'lsin, aziz va qadrli talabalar. TGFU talabalarini barchalarini bugungi ajoyib bayram bilan tabriklab qolaman. Omad hamisha o'qishlarda va kelajakda o'zlari orzu qilgan kasb egalari bo'lib, yurtimizga kerakli inson bo'lib yetishadigan umiddaman. Eng asosiysi kayfiyatlar har doim a'lo bo'lsin. Oshiqman